Mana bu endi mana fermerning formasi bo'lib, qancha somonni maydalaydi, soat hisobidami? Buni eng mayda fraksiyasi 2 sm-gacha deb aytsak bo'ladi maydalash. Tekin degan joy ko'pchilikka yoqishi mumkin. Telefon raqamini ayting, o'sha yerdan foydalanadiganlar bo'lishi mumkin. Zamon Xalqaro ko'rgazmadan ma'lumotlar berishda davom etamiz. O'tgan safargi Toshkentda noyabr oyida bo'lib o'tgan ko'rgazmada City Agro Bahromjon keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormang ishlarni. Rahmat. Mana bu endi mana fermerning formasi bo'lib, somon maydalangani bilinibdi. Qoqmang buni. Bahromjon bilan o'tgan safargi ko'rgazmada City Agro kompaniyasining mutaxassisi gaplashdik. Bahromjon, bu nima balosi bo'ldi? Endi biz tushuntirib berasiz. Bu endi yengillik O'zbekistonga biz ko'rsatmoqchimiz ishlatib, bu somon maydalagich, Tigl korxonasi, bu Angliyada zavodda joylashgan. Biz O'zbekistonga shu uskunalarni yetkazib beryapmiz va ishlashni ko'rsatmoqchi edik jarayonini. Bu somon maydalagich, bu yerda somon, hashi, o'tlarni maydalasi bo'ladi. Bu o'tlarni yemga ham talasa bo'ladi va to'shamaga. Bu bitta joyda yoki yurgan holatida ham maydalasa bo'ladi. Buni modellari ham bor ekan. Nima modeli bu model? Bu modeli Tomagavk 505M va undan kattaroq modellari ham mavjud. Agar zarurat bo'lsa. Albatta. Bunda maydalari ham bormi? Kimgadir bu kattalik qilishi mumkin-da. Yo'q, bu eng kichkina modeldan hisoblasak bo'ladi. Bahromjon hajm sifatida, ob'yom sifatida deylik, qancha somonni maydalaydi, soat hisobidami? Sal tushunarliroq bo'lsa, eng maydasi shu bo'lsa, demak katta ob'yomi katta ekanda hajmi. Buni ob'yomi o'zi katta bitta press anaqaga mo'ljallangan. Pichonga bitta to'liq joylashtirganingizdan keyin 5-6 daqiqada o'sha to'liq bo'shab bo'lgan bo'ladi. Yoki kichkina pichoqlarni aytsak, 16 ta 20 ta pichoq sig'adi bittada. Endi o'tlarda aytib o'tdingiz, somondan boshqa qaysi o'tlarda maydalash O'zbekiston sharoitida deydik? Somon, beda qilsa bo'ladi. Masalan, o'sha buzoqlarga yoki sigirlarga oziqa maydalangan o'sha pichoqlarni deb tayyorlasak bo'ladi bundan. Agar masalan qo'ylar bo'ladigan bo'lsa, qo'ylar ham ko'p mayda yeydi. Qo'ylarga ham oziqa to'g'ri maydalasa. Albatta. Buni eng mayda fraksiyasi 2 sm-gacha deb aytsak bo'ladi maydalash. Qolgan ozuqalarga aralashtirganda maydalangan bo'lsa, yeyishi oson bo'ladi. Boshqa yemlarga aralashtirganda demak uncha qoldig'i qolmaydi, uni shunchalik mayin qilib beradi. Albatta, chunki mayda qilsak, unda to'liq aralashma ratsionni bizda hayvonlarimiz aralashtirib, ajratib yemagan bo'ladi. To'liq ratsionni birgalikda yegan bo'ladi. City Agro haqida yuqorida ham aytib o'tdim, ma'lumot bergandik. Yana nima mahsulotlar yoki qanaqa jihozlar olib kiradi O'zbekistonga? Hozirgi kunda biz molxonani qurish, ichidagi molxonani jihozlarini biz yetkazib berib o'rnatyapmiz. Oziqa tayyorlagich mikserlarini, somon maydalagich uskunalari, sug'orish uskunalarimiz bor. Alohida bizda issiqxona proyektimiz bor Samarqand regionida. Va sud qayta ishlab chiqarish liniyasi ham bor. Zo'r. Bir ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringizni ko'ryapman. Bitta mutaxassis aka, yevropalik. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringizni aytib o'tsangiz, muxlislarimiz o'zlari ham City Agro haqida qanaqadir ma'lumotlarga qiziqadigan bo'lsa, kirib ko'rishlari mumkin. Bizning o'sha testdagi videolar joylashtiramiz. Bizda Germaniyaga konsultatsiya korxonasi bor, PPM. Ularning mutaxassisi Robert Grimm. Bizda har oy tekin ravishda xo'jaligiga maslahat ishlab olib boramiz. Har oy biz 4 ta 5 ta xo'jalik tanlaymiz, 2-3 kun biz borib dala tayyorlashda, yem tayyorlashda, sug'orish yoki ekin jarayonlarini birgalikda bajarib maslahatini beramiz. Zo'r, baraka toping. O'sha tekin degan joy ko'pchilikka yoqishi mumkin. Telefon raqamini ayting, o'sha yerdan foydalanadiganlar bo'lishi mumkin. Zamnomimiz 33lik 080 90 00. 33lik 080 90 00 Bahromjonni o'zingizmi yo boshqa mutaxassislarmi? Bu o'zimning nomerim. Bahromjonning o'zining nomeri. Men bitta anavi mutaxassislarni Instagramda ko'rib boryapman. Zo'r maslahatlar beradi. O'zlari bilan aloqaga chiqib, asosan Samarqandda ko'ryapman u akani, mutaxassis akamizni. Yo'q, nafaqat Samarqand, biz Qashqadaryo, Nukus, Xorazm, Buxoro, Samarqand, Jizzax, hozir vodiyda ham xo'jaliklar bilan ishlayapmiz. Demak, aytib o'tgan raqamlaringiz o'zingiz raqamingiz, o'zlari bilan aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman. Bizda 92% tomoshabinlarimiz dasturlarimizni obuna bo'lmasdan ko'rishyapti. Faqatgina 8 emas, 8% ga yaqin tomoshabinlarimiz obuna bo'lyapti. Obuna uchun to'lov yo'q. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bo'lib, like bosib, izohlarda bizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddaman. Bahromjon, baraka toping. Sizga rahmat kattakon. Samarqanddagi qishloq xo'jaligi ko'rgazmasidan davom etamiz. Fazliddin mutaxassis, men Toshkentda ishtiroklarni ko'rdim. O'z haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz. Endi biz haqimizda ma'lumot 5 yildan beri chorvachilik bo'yicha shu faoliyatni olib kelamiz. Ya'ni chorvachilikni biznesga yo'naltirgan holatda olib boramiz. Boyagi fermerlarga yordam tariqasida go'sht va sut yo'nalishida boyagi o'zlarini yo'lini topib ketishda qo'ldan kelgancha ham blogerlik qilamiz. Mollar bo'yicha informatsiya berib boramiz, ham importi bilan, ham
boyagi o'sha industriyani qurilish va finalga qadar yordam berib keladigan insonmiz. Qo'ldan kelgancha endi aka. Yoritib boramiz deb aytib o'tdingiz. Da, yoritib ham Instagramda boramiz, da. fermerning kuni Fermerning kuni. profilida Fazliddin haligi ijodlarni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu vystavkaga kelgan mollar qanaqa zotlari kelgan, qanaqa ma'lumotlar berasiz bu Xo'sh, mollar, chorva hayvonlari haqida? Bu yerda asosan hozir kunda buqalarimiz olib keldik, ertaga xudo xolasa g'unojinlarni ham olib keladigan bo'lyapmiz. Aha. Birinchi zot asosan urug'likka qo'yiladigan shved zotimizdan olib kelganmiz. Aha. Shved zoti bilasizlar, Shvetsariyada juda ham taniqli. Biz o'zbeklar juda ham yaxshi ko'radi bu zotni. Hali biz qanaqa zot desa shved deb qo'yadi, shumi? O'sha. Biz o'zbeklar, ayniqsa vodiyliklar juda ham yaxshi ko'rgan zot hisoblanadi, chunki Qirg'izistondan massiv olib kirishadi-da. Keyingisi kalmik zotimiz. Kalmik zotimiz sal ozgina mikslashgan, albatta boshqa toza zotimiz ham bor edi, u tutqunlik bermadi olib kelgani. Biz nimaga bu imенно bu zotlarni olib keldik? Naslli mollar bilan mahalliy mollarni ham chashtirgan holatda mana shunaqa katta buyuk bo'yli mollar olsa bo'ladi degan maqsadda. Bu hozir demak mahalliy zotlar bilan Chachishgan holatida. chetdan keladigan zotlar chatishgani, bular ham Ramazonda sal charchab qolgan Fazil Nimaga? Chunki bular ertalab keldi, bular odamlar juda ham tumonat boya juda ham ko'p edi. Hamma turg'izib haydab bular ham charchiydi, dam olyapti. Bo'l, tushunarli. O'shaning uchun simental bilan mollarimiz nimaga biz chachishgan holatini ko'proq ko'rsatyapmiz. Biz O'zbekistonda ko'plari import mollar kelgan paytda sal sharoitidan odamlarni oladi. Biz jaydar mollar yaxshi deb ko'plari chachishtiradi va ham sharoitga mosini topadi va boyagi mahsuldorlik o'sha naslli moldagi mahsuldorlik saqlab qolgan joyini ham topib mollarni boqishadi. Mana bu simental mollarimiz. Simentalimiz mol. Bular chatishgan, to'g'rimi? Bular chatishgan. Hozir chetdan kelgan simental mollarimiz bu adashmasam go'sht yo'nalishida. Mahalliy bilan chatishganda nima afzalliklari bor, nima minus tomonlari bor? Plus-minusini aytib bersangiz. Minus tomonlari. Misol tariqasida aytaman, go'sht berish. Mahalliy zotlari iqlim, chunki bizda issiq bilasiz. Issiq juda ham zo'r bo'ladi. 40 gradus, 45 ga. Mollar o'zini issiqda juda ham yaxshi his qiladi. Issiqlik stressini tez o'tkazib yuboradi, ayniqsa buqalarimiz. Mahalliy zotlar bilan chatishganda boyaga mahalliy aholi uchun qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Nimaga? Ratsionida. Chunki oddiy mahalliy zotni berganingiz yeb ketaveradi-da. Mana shunaqa. Ko'nikmasi bor. Ko'nikmasi bor. Bular endi sal kaprizni bor. Bular o'sha chet elda yeydigan ozuqalarga qarab muomala qilishingizga to'g'ri keladi. Minuslari chet eldan hech qanaqa yo'q deb o'ylayman, faqat ko'pincha biz mana shu odamlarimizga aytaman, imенно O'zbekiston aholisiga mol boqishdan oldin ozgina taassurotga ega bo'lib, hech bo'lmasa internet varaqlab ozgina o'rganib olsak, boyaga o'zimizga qanaqa zot kerakligini bilib olamiz. Iloji boricha hammaga tavsiya qilaman, sutli mollarni ko'paytirib, o'shalardan ishlab chiqarish qilib, mana shunaqa chiroyli zotlar ishlab chiqarsak ham bo'ladi. Shuni maslahat berib qolgan bo'lardim. Hozir o'rniga kelganda aytib ketaman, Makka jo'xori silyos haqida biz ham ko'p dastur qildik. Biz asosan urug'chilik bilan shug'ullanamiz. Urug'chilik, sabzavot urug'chiligi bilan Makka jo'xorini o'sha chet el davlatlardan keladigan gibrid navlarni savdosidan tashkil qilamiz. Obunachilarimizga ham ba'zi birlari biladi, ba'zi birlari bilmaydi. Yaxshi navlar bor. Chetdan keladigan, mana shu aynan chet eldan kelgan chorva hayvonlari uchun mo'ljallangan kilokaloriyasi yaxshi. Ozuqaviy birligi yaxshi. O'sha kilokaloriyasi masalasida tushib ketmaslik kerak. Ozgina bir biz urug'chilik bilan shug'ullanamiz, ozgina tushunchamiz bor, katta emas. Siz ozuqalar haqida ham qisqa bir ma'lumot berib o'tsangiz. O'zi nimalarga e'tibor qaratish kerak ozuqasi masalasida? Molda ozuqasi masalasida ayniqsa buqalardagi sal boshqacha bo'ladi. Endi men o'zim o'rganganim aytaman. Hozirgi kunda buqani 5 xil, 6 xil boqish yo'nalishi chiqib ketgan. Misol oldida silis turibdi. Silisni ko'rimdi. Faqat silis bilan kepak byudjetni variant bo'lib qoldi o'zbek xalqi uchun. Bu ya'ni katta fermerlar uchun emas bu hozir aytayotgan informatsiyam, asosan mahalliy aholi uchun. Ko'pincha mahalliy aholi ozgina byudjet qilib ko'proq daromad qilaman degan fikrda bo'ladi-da. To'g'ri. Hozirgi kunda silis bilasizlar O'zbekistonda mana oxirgi 4 yil, 5 yil ichida juda ham trendga chiqqan. To'g'ri. Hozir hamma yerda upakovka qilib sotishyapti. Silisni ko'rimni maslahat beraman va so'yilishiga ozgina qolganda donli ko'rim. Boyagi jo'xori, donli, qanaqa donli, kuchli proteinlar bo'ladigan bo'lsa, oxirgi bir oylarda donli ko'rimga so'rab qo'ygan bo'ladim. Albatta bu o'z o'rnida ozgina qimmat bo'ladi. Go'sht sifati ham shunga yarasha sootvetniy qilib narx oshadi. O'shani tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Endi biz qanaqa oddiy buqalarda hozirgi kunda mana tinch aholida
kunjara aralashtirib beradi, kepak aralashtirib beradi silos bilan. Keyin boyagi arpa, jo'xori, keyin bug'doy, kepak, mana shularni aralashmasi. Buni har bitta o'zini periodi bo'ladi. Yana bitta maslahat beraman, iloji boricha qo'ldan keladigan bo'lsa, mana biz bilasiz, bozorga borganda 180 kilolik buqalarni olamiz. Nimaga? Puli arzon bo'ladi deb qiziqamizda. Sразу 180 kilolik buqani borib darrovda yemga tiqib borishadi-da. Keyin o'sha sotuvchini ayblaydi, yo bo'lmasa molda ayblaydi. Zot yaxshi chiqmadi, oyoqdan. Chunki yana bir narsani aytib qo'yaman aziz do'stlar, buqani boquvga qo'yayotgan vaqtingizda har doim 250-300 kilosini tanlang. O'shandagina o'sha 250-300 kilo 450-500 kiloga chiqsa, u sizga foyda keltiradigan bosqichga yetadi. 180 kilo, 200 kilo, 220 kilo maslahat bermayman. Ochiqchasiga aytaman, men o'zimizning tajribadan kelib chiqqan holatda, nimaga biz fermerlar bilan yuramiz? Fermerlar ko'plari boshdan o'tkazadi. Oddiy, hattoki oddiy aholi ham sotib oladi. Olib sразу boyagi yemga tiqib yuborishadi. U tuyog'idan ketadi, kasal bo'ladi. Keyin nima bo'ldi desak, qachon boqdik? Erta atkorimga qo'yib qo'yish kerak emas. Ya'ni o'zini bosqichi bor. O'spirin davri bor, semiradigan vaqti. O'zini bosqichida ozuqalarni to'g'ri tanlash kerak. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Agar sizga savollar bo'ladigan bo'lsa, chorva hayvonlarni olib kelish uchun profilingizga murojaat qilisizmi yoki telefon raqamlaringiz bormi? O'zingiz haqingizda bog'lanish masalasida bir ma'lumot berib ketsangiz, odamlar, muxlislarimiz qiziqishi. Fermerning kuni profiliga o'tasizlar. Bu yerda albatta biz kontakt nomerlarimizni qo'yganmiz. Instagramda ham bor, YouTube'da ham bor, platformalarda bor, Google'ga yozsangiz ham bo'ladi. Hozirgi kunda dunyo siyosati ozgina o'zgargani uchun mol importi keskin bizda tushib ketgan va ozgina qiyinchiliklar tug'diryapti. Asosan naslli mollarni avia postavka orqali hozirgi kunda import qilyapmiz. Shu naslli mollarni olib kelib beryapmiz aka. Fazlinda o'zlarini profillariga o'tib, yuqorida aytib o'tdilar, YouTube tarmoqlarida, Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham o'zlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. YouTube'da telefon raqamlaringiz qo'yilgan-a? Ha, albatta qo'yilgan. Ertaga yana agar sog'in sigirlar haqida ham keladigan bo'lsa, ma'lumot berishimiz mumkin bo'ladi. Albatta. Sog'in sigirlar haqida juda ham ko'p ma'lumot beramiz, chunki xalqimiz chorvani juda ham yaxshi ko'radi. O'shaning uchun obunachilarga ham, akalarimizga omad tilab qolgan holatda obunachilar qo'llab-quvvatlab yuboringlar. O'zbek qishloq xo'jalik auditoriyasini qo'llab-quvvatlagan holatda biz sizlarning ishonchlaringizni oqlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.